Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va biogamimiz Kaliforniya cho'lchang biznesiga qiziqgan o'rtoqlar. Inshaalloh mana bugun biogamimizlarimizga cho'lchanglarimizga yangi oziqa berib o'tyapmiz. Mana shunday oziqalar yeb bo'lgan cho'lchanglarimiz o'ta sifatli darajada yegan. Mana cho'lchanglarimizni bunday shamollatib og'darib yangi oziqalar berib boryapmiz. Mana shu mana shunday o'ta zich darajada cho'lchanglarimiz ishlayapti. Mana shularni shamollatib yangi oziqa berib, kimga mana shunday o'ta sifatli zich darajada cho'lchanglar kerak bo'lsa, ekran nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biogamimiz Kaliforniya cho'lchang biznesini boshlayman degan o'rtoqlar mana shunday o'ta zich darajada olib ketishyapti cho'lchanglarimizni. Qiziquvchi o'ta like tugmachalar bosib qo'yamiz. Kommentarda o'z fikrlarini qoldirasiz. Mana shunday o'ta sifatli darajada cho'lchanglarni qanday yetishtiriladi, qanday ko'paytiriladi, biogamimizlar o'ta sifatli darajada qanday tayyorlanadi, sirlarni o'rgatib o'tamiz. Mana shunday manaki cho'lchang o'ta zich darajada mayda lichinka cho'lchang ko'payyapti. Mana shunday zich darajada kimga kerak bo'lsa, ekran nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol o'z bizneslaringizni boshlashingiz mumkin. Mana shunday mana bu yoqqa kecha yangi oziqalar berib oldik. Mana shunday to'g'ri mana shunga yangi oziqa berdik. Cho'lchanglar обработка qilib bo'lgan. E'tiborga rahmat. Sog' bo'lsa, salomat bo'lasizlar.